bu Afrikani ko'paytiradi. Afrika ko'payishi va mana bu kasalliklar hammasini kuchaytiradigan omil hisoblanadi. Xo'sh, endi aytmoqchi bo'lgan narsam qachon qo'llab bo'ladi, qachon qo'llab bo'lmaydi. Shu haqida to'xtalib o'taman. Xo'sh, qo'llash mumkin bo'lgan holatda aytib o'tdim. Bu yerda bizlarga eng yaxshi yordam beradigan narsa Ibn Sino taboati. Bitta o'rtog'im Ibn Sino taboati bilan shug'ullanadi. Shuni oldiga borib ancha-muncha narsani o'rganyapman. Fikrlashni ancha o'zgartirib berar ekan. Ibn Sino taboatida organizmda Ibn Sino nima qiladi? Mutadil holatni baholaydi-da, mutadilga nisbatan qanchalikda patologiya o'zgarish bo'lyapti. Shu narsani hisobga oladi. Mana bunaqa koordinata chizilgan. Bu yerda masalan ho'llik bor, quruqlik bor, sovuqlik, issiqlik deb beradi. Tanani mijozini. Endi mijozini ho'llik, quruqlik, issiqlik, sovuqlik deb beradi-da, lekin uni standartni eng boyagi masalan yoshiga mos keladigan, ayol erkak jinsiga mos keladigan, holatiga mos keladigan o'rta holatni bu mutadil deb oladi. Mutadil deb olgandan keyin masalan sovuqlik oshgan bo'lsa, masalan sovuqlikni mutadilga olib kelishga harakat qilish kerak degan narsani aytadi. Quruqlik oshgan bo'lsa, quruqlikni ham shu yoqqa mutadilga qarab olib kelish kerak. Ho'llik oshgan bo'lsa, ho'llikni ham shu mutadil darajagacha olib kelish kerak. Shuni yo'llarini, choralarini qilish kerak. Issiqligi oshgan bo'lsa, issiqlikni ham mutadilga qarab olib kelish kerak. Issiqlik oshsa masalan allergiyani kuchaytirib ketaveradi borgan sayin. Shunday uni talablari shu. Bizlar o'ylaganday bir ikkita, uchta giyohni masalan bir-biriga qo'shib, mana buni ichsang bo'ldi, osteoxondrozing tuzaladi, mana buni ichsang grijang ketadi, mana buni ichsang o'tingdagi xolesterin ketadi degan narsani Ibn Sino hech qachon aytmagan ekan. Uni kitoblarini hozir o'rganib chiqqandan keyin shu fikrga kelyapman. O'zimda ham birinchi tomi bor, o'qib chiqyapman. Buniki asosiy maqsadi shu mutadil, o'rtacha standart holatga olib kelishga harakat qilish. Asosiy maqsadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyot ham maksimal harakat qilayotgan narsasi o'zi standartni, shablonni, standartni o'rta mutadil holatga olib kelishga harakat qilyapti. Endi mana shu shkala bizlarga ham va kasalliklarga qarshi nima qilishda juda yaxshi yordam berar ekan. Endi har qanaqa kasallikni 4 ta narsasi bor-da. Birinchisi kasallikni kechishi. Kasallik kechishi yengil kechishi mumkin, o'rta og'ir darajada, o'ta og'ir darajada kechishi mumkin. Mana yengil, o'rta og'ir va o'ta og'ir darajada kechishi mumkin. Har qanday kasallik boshlang'ich davrdan. Ikkinchisi kasallikning davri bor. Kasallikning davri degani masalan 3 oygacha bo'ladigan bo'lsa, o'tkir davri deyiladi. 3 oydan 6 oygacha bo'ladigan bo'lsa, o'tkir osti davri deyiladi. 6 oylikdan o'tgandan keyin surunkali davriga o'tiladi. Bu davrlar nima uchun kerak? O'tkir davrda organizmda boyagi qarshi kurashishga kompensator imkoniyatlar, ya'ni boyagi quvvati, kuchi, mablag'i hamma narsasi yetarli bo'ladi. O'tkir ostiga o'tgandan keyin bularda ma'lum imkoniyatlar o'sha yo'qoladi, ma'lum imkoniyatlar cheklanib qolgan bo'ladi. Surunkaliga o'tgandan keyin boya imkoniyatlar umuman cheklanib qolgan bo'ladi. Masalan, bir narsa qilmoqchisiz, hammadan qarisiz, bo'yningizda kreditingiz bor, lekin boya qizni chiqarmasangiz bo'lmaydi. Qayerdan pul so'rasangiz ham hech kim sizga bermaydi. Sababi u nishtani arlab, undan olib bunga, bundan olib bunga berib, shu bilan boyagi nima deydi, bir 4 yil 5 yil davomida qilganlikni hammasi biladi odamlar. Shuning uchun bu surunkali degani shunaqa, organizmda boyagi qarshi kurashishga va kompensator imkoniyatlar yo'qolib ketgan bo'ladi. Kechishi davri dedik. Endi 3-chi narsasi bemorning ruhiy holati. Bemorning ruhiy holati degani masalan bir xil odam bel og'riydi yoki biqin og'ridi yoki oyoqda og'riq paydo bo'ldi. Kecha noto'g'ri harakat qildimda shundan og'riq paydo bo'ldi yoki qaltis harakat qildim, og'riq bo'ldi. Xudo men bu narsalarni qilsam yaxshi bo'lib qoladi. Doktorga borib bir ikkita hozir dori yozdirib olaman, shu bilan yaxshi bo'lib qoladi degan nastroy bo'ladi. Ya'ni kayfiyati yomon bo'lmaydi, ya'ni negativ bo'lmaydi, pozitiv bo'ladi. Keladi, kelganda ham aytadi, kecha shunaqa bo'ldi, shundan keyin men og'riq boshlandi degan narsani aytadi. Ko'rib, kerakli tavsiyalar bersangiz, shu bilan boyagi aytgan hamma narsani qiladi-da, yaxshi bo'lib ketaveradi. Lekin endi bularda vahima, depressiya, panika qo'shilib qolsa, uni teskarisini ko'rasiz. Masalan, normada mana bu yerda bo'layotgan bo'lsa, vahima qo'shilganda bu yerda bo'ladi, panika qo'shilganda bu yerda, depressiya qo'shilib ketsa, mana bu yerda bo'ladi holati. Ya'ni mutadildan qanchalik uzoqqa ketgan bo'lsa, buni tuzalishi shuncha qiyin kechadi. Ruhiy holati. Masalan, kasallik og'ir emas. Kasallikning o'zi masalan yengil davrida, boshlangan davri o'tkir davri, ko'ryapsizmi?
Lekin ruhiy holat mana bu yerda. Bular kelganda nima deydi? Doktor dedi, birdaniga yo'q dedi, o'z-o'zidan og'riq paydo bo'ldi. Mana shu yerni shunday tortyapti, shunday ushlab qola, harakat qilolmayman men dedi. Xo'p, bo'lmasa ko'raylik, qo'yaylik, mana bunaqa qilaylik, bunaqa qilaylik desangiz, yo bu dedi suyak chirimayaptimi? Bu yerda onkologiya boshlanmayaptimi? Bu yerda mana bunaqa narsa yo'qmi? Ertaga yotib qolmaymanmi? Mana shu narsani o'ziga boya asablarim ishlamayapti, boshim siqib qolyapti, yuragim o'ynab ketyapti. Men bu shoshib ketyapman. Dovunlarni o'lchang, mana qiling, buni qiling. Ketaveradida, to'xtamaydi boyagi. Aka, sizniki bitta belingiz og'riyapti, boshqa hech narsa yo'q. Bu darajada vahima qilmang. Vahima qilaversangiz hozir battar yomon qilaverasiz. Men bekorga vahima qilmayapman dedim. Men dedi, bu jonim qiynalganidan aytyapman sizga dedi. Siz meni tushunmayapsiz deb turaveradi. Shunday unday holatlarni biz ko'p ko'ramiz. O'zi oddiy masalan bo'ynini yo mushagini yo biron joyini shamollatib oladi-da. Shuning orqasidan endi masalan agar yurak sohasida bo'lsa, u kardiologga boradi, undan keyin EKG qiladi, undan chiqadidagini va o'qib ko'radidagini yurakni bitta UZI qildirtiradi, Holter qildirtirganlar bor, boyagi yuragim bekorga yurak sohamda og'riq bo'lmayapti-ku debdi. Yugurib chiqib keladi 6-etajgacha endi, 6-etajgacha chiqib kelyapsiz-ku desangiz ham, yo chiqyapman, lekin dedim, men yuragim deb aytsam dedi, bular dedi, topolmayaptilar kasallik deydi. Shunga o'xshab bu ruhiy holati. Keyin bu yerda yana compliance degan narsa ham bor. Compliance degan narsa vrachga yoki mana bu davolash taktikasiga qanchalikda u bemor ishonyapti. Shu narsa ham bor. Masalan, compliance degan narsa bizlar O'zbekistonda keskin pasayib ketgan. Masalan, Yevropa davlatlari, Amerika yoki Yaponiya, Xitoylarda olsangiz, bizlarniki absolyutni pasayib ketgan. Compliance degani vrachga qanchalikda ishonish yoki davolash taktikasiga qanchalikda ishonish. Oddiy masalan, blokadani aytadigan bo'lsak ham, shu holatda blokada yordam beradi. Unga kerak emas 19 ta, 20 talab dori yozib, boshqa qilib hammasini olishdi. Mana shuni qilaylik desangiz ham, yo'q, unday deyapti-ku, mana bunaqa ekan-ku. Yoki bo'lmasa, boshqa yurak kasalligi bo'lib turib, mana 3 ta tabletkani iching, mana bunaqa narsalar qiling. Shular to'g'rilasangiz, mana bu bir oy ichida joyiga keladi. Mana bu yurakdagi gipertrofiyangiz, boshqangiz desangiz, yo'q, aytadi, yo'q dedi. Uni palonjida palon bilan davolar ekan, bu yoqda asalari bilan davolar ekan, mana bu yoqda malham bilan davolar ekan, mana bu yoqda mana bilan davolar ekan. Sanatoriyaga boraman, u yoqda bunday davolar ekan. Ketaveradida va to'xtamasdan. Ya'ni compliance degani ishonchli yo'qligi degani. Bu ruhiy holat bilan bog'liq. Ko'ryapsizlarmi? Undan keyingi narsa bu qo'shimcha kasalliklari. 4-narsa. Birinchisi kasallikni kechishi dedik, davri dedik, ruhiy holati dedik. 4-bu qo'shimcha kasalliklari. Qo'shimcha kasalliklar ham xuddi shunaqa. Masalan, qandli diabet qo'shimcha kasallik bo'lishi mumkin, gipertoniya kasalligi bo'lishi mumkin, semizlik bo'lishi mumkin, ensefalopatiyalar og'ir darajada bo'lishi mumkin, astma bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan qo'shimcha kasallik. Oshqozonchilik sistemasida, jigarda o'zgarishlar qo'shimcha kasallik bo'lishi mumkin. Qon ishlab chiqarish bilan bog'liq qo'shimcha muammolar bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Bo'lishi mumkin unaqa narsalar. Qo'shimcha kasalliklarning qanchalikda ko'pligi, ya'ni bemorning holatini aniqlab beradi. Qo'shimcha kasallik masalan gipertoniya kasalligi bor, birinchi bosqichda mana. Bunga yaqinroq. Bu yerda endi davolash oson nisbatan. Endi qo'shimcha kasalligi ham gipertoniya bor, ham semizlik bor, ham masalan qandli diabet bor, ham jigarda yog' bosish bor. Qo'shimcha kasallik mana bu qarab o'sib ketdi. Agar mana bular yengil bo'lganda ham, mana bu qo'shimcha kasalliklar hisobiga kasalni orqaga qarab tortib uradi. Bu shu narsalarga bog'liq. Endi qo'shimcha kasalliklarda davri bor. Masalan, 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqichi borda. Shuni qaysi bosqichdaligi ham katta ahamiyatga ega kasallikni davolashda. Xo'sh, bularni hozir endi bizlarda tana haroratimizda ko'tarilishiga yoki boyagi issiqib o'ranib yotishga nima aloqasi bor? Shu haqida to'xtalib o'tay. Masalan, kasal 14 yosh, 15 yoshdan katta. Masalan 50-60 yoshdan kichkina, o'rtacha yoshda, boyagi butun organizmi hali immun tizimi yaxshi bo'lgan yoshda. Bunday holatda endi mana qo'shimcha kasalliklari ko'p bo'lmasa yoki qo'shimcha kasalliklari bo'lmaydigan bo'lsa, boyagi men aytgan taktika eng oddiy, eng oson, eng qulay taktika hisoblanadi. Mana shuncha gapiryapman, yo'tal bo'layotgani yo'q. Kechalarda umuman gapirilmasdan yotdim. 2 og'iz gapirsam to'xtamasdan yo'talib qoldi. Mana bu holatlarda hech qaysi yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana shu oddiy boyagi issig'ingizni chiqarib, undan keyin ko'rpaga o'ranib yotib, to'xtamasdan suv ichadigan bo'lsangiz, hammasini yo'qotib beradi. Hech qanaqa bir asorat boshqa narsalar kuzatilmaydi.
Shuning uchun bu narsa juda katta ahamiyatga ega. Endi sizni kasalligingiz kechishi, masalan, koronavirus vaqti ko'rdik-ku, temperatura, havo yetmaslik, hansirash, yurak yetishmovchiligi, saturatsiya tushib ketdi. Boya hansirab bemor umuman nafas olmayapti, sovuq ter chiqyapti, kasallik og'ir yoki o'ta og'ir kechyapti. Mana bu mana bu yerga kelib turibdi. Bu holatda endi biz ko'rpaga o'rantirib issiq qilib qo'ya olamizmi? Yo'q, absolyutно mumkin emas. Chunki bunday qilayotgan bo'lsangiz, yurak yetishmovchiligi, o'pka yetishmovchiligi yoki organlarda yetishmovchilik holatlarini kuzatilishiga olib keladi. Ya'ni bemorning holatini biz og'irlashtirib tashlaymiz. Ko'ryapsizmi? Kasallikni kechishi, intensivligiga mana shu narsa bog'liq. Endi yengil daraja bo'lsa yoki o'rta og'ir boshlanish davrlari bo'lsa, mana bu yerda bo'lsa o'zgarish. Unda bu holatlar to'g'ri keladi. Oddiy lecheniyalar. Уже mana bu og'irlashyaptimi? Og'irlashayotgan bo'lsa, bu holat to'g'ri kelmaydi. Yoki oddiy lecheniya to'g'ri kelmaydi. Bemorning holatiga qaraladi. Endi kasallik davri bor. Kasallik davri masalan o'tkir davri dedik, o'tkir osti, surunkali dedik. Surunkali organizmda o'zish turishga kurashish mexanizmlari yo'q absolyutно. Kurash mexanizmi yo'q bo'lgandan keyin u issig'i ham birinchidan chiqavermaydi. Issig'i chiqqanda ham masalan uni o'rantirib issiq qilganingiz bilan organizmda o'zida mana bu immun klitkalar, mana bu makrofaglar, boshqasi bunaqa sistemda ishlab chiqariladigan qon ishlab chiqaruvchi a'zolarni ishini kuchaytirib berilmasa kerak. U foydasi yo'q. Surunkali kasallik shuning uchun surunkali deyiladi. Masalan, xronический kasallik deyiladi-ku, xronический. Shuning uchun xronический bo'ladi. Ya'ni organizmda qarshi kurashish mexanizmlari yo'q bo'lgani uchun bu surunkali kasalliklar deyiladi. Endi bu yog'i panika, depressiya bilan bog'liq holati. Agar bemorda kuchli panika, depressiya bo'layotgan bo'lsa, masalan, uranib yotganingizda boya tanangiz qizib, suyaklaringiz qiziguncha shunday hamma joyingiz, yuraklaringiz o'ynab bo'shashtirib bir nima qilib oladi-da, nima deydi, kasallik qo'zg'ab oladi-da, shunday bir og'irlashtirib o'tkazib oladi. Xuddi shu vaqtda endi mana bu emotsionalni tinch odam hozir yana bir yarim soat chiday, yana bir soat chiday desa, uni qila oladi. Lekin bu agar panikada bo'layotgan bo'lsa, boyagi yuragi sal tezlashgandan birdaniga panikasi 10 barobar kuchayib ketadi. Shuning uchun boyagi koronavirusga yana misol keltiraman. Koronavirus mana o'rtada bo'lganda odamlarda panika bilan mana qo'shilgani, masalan, o'zi bir 4-5% parachini bor o'pkada. Lekin panika zo'rlik qilgandan nechtasi o'lib ketdi-yu. Boyagi nimalarda koronavirus bilan. Sababi mana buni qarasangiz, ikkalasining o'rtasini ko'ryapsizmi? O'rta mo'tadillikdan juda uzoqqa qarab ketib qoldi-da. Uni eshitdi ham boyagi o'lib qolyapti, buni eshitdi ham falon bo'ldi. Bunaqa asorat beribdi degandan keyin boyagi koronavirus degan so'zni eshitgandan keyin odamlar panikaga tushib boshladi-da. Shuning uchun mana bunaqa ko'rik paydo qilib qo'ydi. Bu ham shunaqa. Ya'ni boyagi emotsional holati qancha yaxshi bo'lsa, shuncha bu oson kasalliklar davolash. Endi qo'shimcha kasallik ham xuddi shunaqa mana. Sizniki boya yengil davri, masalan, o'tkir kechishi yengil kechyapti, u o'tkir davri, hammasi joyida. Kayfiyatingiz ham yomon emas, lekin mana bu yerda 4 ta 5 ta kasalligingiz bor. Mana bu o'qdan qanchalik uzoqqa ketib qoldingiz. Bu holatda ham endi boyagi oddiy shunaqa boyagi lecheniyalarni qo'llab bo'lmaydi. Sababi siz boyagini temperaturasini chiqarib, yuragini qo'zg'aydigan bo'lsangiz, gipertoniya kasalligi qo'zg'ab ketishi mumkin. Yurak yetishmovchiligi kuchayib ketishi mumkin. Qandli diabetga asorat berishi mumkin. Semizlik bo'layotgan bo'lsa, boshqa kasalliklar qo'zg'ab berishi mumkin. Autoimmun kasalliklar ham mumkin emas. Epilepsiya, astma, boshqalar bo'layotgan bo'lsa, ularni ham qo'zg'ab kasallik holatini yomonlashtirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu yerda qancha qo'shimcha kasalliklar ko'p bo'layotgan bo'lsa, bularga ham shu aytgan metodikalar qo'llab bo'lmaydi. Bu holatlarda endi tana haroratini masalan baland ko'tarilayotgan bo'lsa, unikini tushirish kerak. Tushirish kerak, va analgin dimidrol qilasiz, parastamol berasiz, boshqasini qilasiz. Mayli buniki 10 kunda tuzalmasin, 20 kunda tuzalsin. Lekin asorat berib boshqa kasalliklarni paydo qilmasin. Shu maqsadda endi men bunga dorilar berish kerak bo'ladi. Endi tushuntirganda hammasini qo'ldan kelgancha kengaytirib batafsilroq tushuntirishga harakat qildim. Masalan, berish shart emas, buni naborot issiqni chiqarish kerak. Nima uchun? Qanday foyda beradi? Shu haqida tushuntirib berdim. Men buni tushirish kerak. Nima uchun, qanday holatlarda tushirish kerak? Bu haqida ham qo'ldan kelgancha tushunchalar berib o'tdim. Qanaqadir savollar bo'layotgan bo'lsa, uzoqlarda qoldirishingiz mumkin. Yana ham to'ldirib javob berishga harakat qilaman. Masalan, bu yerda men virusga qarshi ham dori hech narsa chiqarim yo'q. Yoki bo'lmasa boshqa bir nimalarni ham qilganim yo'q.
oddiy shu narsani to'g'rilab, mana shu zatijniy boyagi quruq yo'taldan odam bezor bo'lgandan mana shu narsani o'zimda qo'zg'adimda boyagi temperaturani. Keyin temperaturani maksimalni ushlab turdim. Keyin ko'proq suyuqlik ichdim. Bo'ldi, shu bilan mana bugun xudo xolasa juda yaxshi. Hech qanaqa bir nima deydi, og'irlik, boshqa narsalar yo'q. Shuning uchun o'zimda o'tgan holat bo'yicha hammasini qo'ldan kelgancha tushuntirib berdim. Qachon mumkin, qachon qilish kerak, qachon mumkin emas, qachon qilmaslik kerak. Shuni ikkalasini yoritib berdim. Rahmat hammalaringga, sog' salomat bo'linglar.